Assalomu alaykum, kanalimiz kuzatuvchilari. Siz bilan birgalikda bugun mana bu integralni oson va qulay usulda ishlashni o'rganamiz. Xo'sh, qanday qilib integralni aytamiz? Bu turishda boshlang'ich olish qiyin, ya'ni integrallash qiyin. Oson yo'ldan foydalanamiz. Ildiz ostida 4 minus x kvadratni y ga tenglashtiramiz va ikkala qismini kvadratga oshirib yuboramiz. Kvadratga oshirib yuboradigan bo'lsak, demak 4 minus x kvadrat barobar y kvadrat hosil bo'ladi. X kvadrat plus y kvadrat barobar 4 bo'ladi. Hamma yaxshi bo'ladi. Bu funksiya markaziy koordinatalar boshida va radiusi 2 ga teng bo'lgan aylananing tenglamasi. Xo'sh, demak, markaziy koordinatalar boshida va radiusi 2 ga teng bo'lgan aylana. Xo'sh, aylanamizni chizadigan bo'lsak va bu ildiz ostida bo'lganidan keyin, ya'ni 4 minus x kvadrat manfiy qismi bo'lmaydi. Xo'sh, biz musbat qismini olamiz. Va biz mana o'sha funksiyamizning grafikini chizib oldik va bizda 0 dan 2 gacha, 0 dan 2 gacha, bunisi minus 2, bunisi 2, 0 dan 2 gacha. Bu integral degani yuzadigan ma'noni bildiradi. Yaxshi biladi hamma. Demak, mana shu yuzamizni topishimiz kerak. Demak, buni hisoblaydigani doira yuzini 4 dan 1 ni hisoblaydiganga. Demak, s barobar hisoblaydigan bo'lsak, pi r kvadrat taqsim 4. Xo'sh, radiusimiz 2 ga teng, 2 ni qo'yadigan bo'lsak, 4 demak pi ga teng bo'ladi. Xo'sh, integralimiz yechimi pi bo'lar ekan. Mana shunaqangi qiziqarli misollarning yechimlarini o'rganmoqchi bo'lsangiz, bizning kanalimizga obuna bo'ling.